Mən Tarın vadisidagi bir kichik bo'stonliqda dunyoga ko'z ichib, qum to'pig'i melanib, qaqas qumliq qadimiy shahar, rasti bozor va jinchi hayotullar to'g'risidagi sehrli afsona rivoyatlar bilan sehrlanib cho'ng bo'ldim. Mən kichigimdan boshlab boshqa afsona hikoyalarga qaraganda rasti bozorlarning hikoyalari rost bo'lgan ishlarni anglashga to'limi qiziqatdim. Masalan, Hashim Qalandarning o'smi setaverib beyib ketganlari, yana texi kunda bozorga to'tli mozoya kirib, kunkash bo'g'icha yanchug'ini to'mpaytib, hengayg'inicha uyga qaytadigan Matcho'qurning kishini hayron qoldirgan hikoyalari. Cho'nglardan ularning hikoyalarini anglaganimda qilchilik ajablanmagan. Biroq ularning haqiqatan sodiga ipi bor. Fursatni ching tutishni bildiganligiga haqiqatan qo'l qo'ygan. Shunday hikoyalarni ko'p anglaverib, meningmi sodiga bo'lgan ishtiyoqim aslab eshishga boshladi. Әтсі, дадам менің қолымдан чың тұтқыныча, базарның о бешіден бұ бешіғыча айландырды. Базарның чоңлықығы кеп кетмейді. Дадамның дейішчә, бұл базар шәһріміздегі тарихи әң ұзын, әң чоң базар кен. Bu yerdeki sodgərlərinin baha dolaşları, çaq-çaq aralaş xerida çaqırışları, gəpdən sodgərlərinin xeridalarını məhsulatqa mayil qilishları, əsli rəsti bazarının sodu qilishidagi әң kəskin rəqabət meydanı ikənligini bana yana bir qaytım tonutdu. Şunundan itibaren sodadan ibaret japasımı hem rahitimi yetkücü bolgan, yuqur maharet talep qılgan bu kasbga kirish beqishni niyat qildim. Dadammo ko'nglimdagini bilib oldi bo'g'ay. Qo'lidagi guldak günlarini ishqa selib, bu qaynoq bozordan o'rin elib, sevat tijoratini boshladi. Oila sharoitimiz degandek yaxshi bo'lmaganlik tufayli o'qishdan mahrum qolgan men dadamning keyniga kirib, yuragimga o't solgan bu savdo fursatini qo'ldan bermaganmi bo'ldi. Ay o'tdi, yil o'tdi. Dadam o'z qo'li bilan to'qigan sevatlarning savdosi bara-bara yaxshilanib mandi. Dadam amdilikda po'kayni menga yolg'iz tashlab qo'yib ketdigami bo'ldi. Bu jarayonda men savdoning qanday bo'lganligini, qanday qilganda texmi chiqqarimga erishgan bo'lganligini, texmi ishkilgan holatda tushunib yetdim. Shuningdan keyin mahalla bozorlarda kishilarning qo'lda biz to'qigan sevatni ko'rsam, dadam va o'zimdan faxrlanadigan bo'ldim. Bizning chidamchanligimiz, guldek hunarimizga tayinib, oilamizning sharoitimi texmi yaxshilanishga boshladi. Savdomiz doirasining kengayishi, hukumatning yordami bilan men oxiri davomli o'qish fursatiga ega bo'ldim. O'tir maktabni Urumchida tamomlab bo'lib, o'ngishli holda orzuim bo'yicha Beyjingdagi ma'lum universitetining savdo iqtisod kasbiga qabul qilindi. Bu xo'shalligimdan telefonni elib, onamga darhol telefon qildim. Biroq Dada, nemishqa? Tuzugrak oti tarbiyasi ko'rmagan mendek bir naris o'g'lini qandoqmi tashlab ketishga ketdim? Sening otiliq mehringga tegi qonmagandim-ku. Japoda qapargan qo'llarini siqimdab turib, rahmat dada deyishga tegi ulgurmagan edim-ku. Amdilikda sening rahmating balam uchun deb tortgan japoying ostida mushinchilik holatiga yetganimda yani sening rag'batingga salomat turib berishingga muhtoj ekanligimni esimdan chiqarib qo'ygansan dada. Yotgan yerim jannati bo'lsin dada. Bir qantim sundi. Yat shaharda menga azaldan yot bo'lgan bir zamonda qaddimni ruslab davomli bo'shashmaslikdan boshqa chora yo'q edi. Faqat bir yolg'iz onamning keyingi umrlik rohiti uchun, o'zimning kelgusi turmushi baxti uchun bosh egmasligim kerak. Jahonda yosh to'kkan odam hech bir g'alaba qilgan emas. G'alaba qilish uchun bir qo'lda o't, bir qo'lda suv bo'lish kerak. Aradan 5 yil o'tdi. O'qishim bitdi. Bitirib, uzun o'tmay ishqirdagi ba'zi shirkatlardan chaqirib kelishga boshladi. Biroq men yana rad qildim. Ko'pinchisi mening o'qigan kasb doiramning sirtidagi xizmatlar ekan. Oxiri o'zimning titig'i yoqqidek o'qigan kasbimni joriy qildirish sharoiti to'liq bo'lgan TV bozoriga keldim. Ham shirkat madrayatini tushundim. Shirkatga kelgan birinchi kunda his qilganim shuki, bu shirkat milliy korxonalar ichidagi xeyli kasblashgan, tuzum jihatda sistemlashgan shirkat ekan. TV bozor asosliq raqamli televiziya va tor uchur vositasi orqali mahsulot setib chiqarishni asos qilgan shirkat bo'lib, men o'zimning o'rganganlar orqali
Bu jihatda o'z xizmat mas'uliyat o'tisidan to'liq chiqa oladiganimga ko'zim yetdi. Bir necha yil xizmat qilish davomida shirkatdagi har millat xizmatdoshlarining to'liq uyushchan, o'zaro yordam berish, qo'llash ro'yining kuchli ekanligidan xo'yim suyundim. Aradan 3 yil o'tdi. Ko'rsatgan xizmatdan erishgan natijam orqali shirkatning televiziya va tor uchur setish bo'limining bosh mas'ulligini o'z ustimga oldim. Erishgan kirimimni o'ylaganimdan yaxshi chiqdi. Uzun o'tmay yezida yigani yo'lim qarab qolgan shu onamni biroqla Urumchiga ko'chirib akilib oldim. O'z vaqtida onam mening holimdan xabar olgan bo'lsa, endi men farzandning o'tashga tegishli mas'uliyatini ado qilishim kerak. Bu muvaffaqiyatlarimni dadamni ko'rgan bo'lsa, qancha xushal bo'lib ketadi. Ilgari dadam bilan sotgan suratlarni kishilarning qo'lida ko'rib faxrlangan bo'lsam, mana endi TV bozorining setib chiqargan har bir mahsulotlarni, o'tqashda qizg'inlik rangi bilan bo'yalgan yashiklarimizni o'y-o'ylarda ko'rganimizda o'zimizdan olamchi faxrlanish ilkida turibdiman. Ben bugun yillik dam olishimni boshladim. Men bu qimmatli vaqtimda chet ellarga berib sayohat qilishni yo'q. Men tug'ilib o'sgan shu yezamning, meni tovlagan shu rasti bozorlarning hidini qinib borvog'im keldi. Ani shu chaqlarda toychoqda qiyg'ib o'ynagan chig'ir yo'llarda balliq vaqtimdagi shu unutulg'isiz kunlarni esga elib, asti qadamlar bilan nishonsiz maqmoqdaman. Amdilatini his qilganim shuki, kichik vaqtlarimda og'inlarim bilan o'ynagan shu bolalar o'yinlarining hozir biz o'ynaydigan elektronlik o'yinlardan nachasi ko'ngillikligini, bolalarning og'zidan anglagan qiziqarli daston cho'chak, afsonalarning biz hozir ko'rayotgan karton filmlardan, fantaziyalik kinolardan nachasi qiziqarli ham jalb qilarli ekanligini his qilib yetdim. Aylandim. Rasta bozorlarni aylandim. Ko'ch-ko'ylarni aylandim. Tarimdagi pak tuproqda beg'ubar, xiraman yashab kelgan amgakchi ijodchan xalq. Ularning qalbi osmondek keng ham suzuk. Ular xuddi bu dunyoga yaxshilik qilish uchun yaralgandek, boshqalarga qilgan har bir yaxshilik ham yordamini insoniy burch deb hisoblaydi. Ittifoqlik, milliy urf-odat, rasti bozor madaniyatini izchil davomlashtirib kelayotgan, halol ajr mehnatiga yarasha topgan targiniga shukrlik tabassum bilan beqiyotgan shu xalqimga yana bir qitim salomlar bo'lsin. Men yurtimga keldim. Albatta quruq qo'l kelmadim. Konlarda bug'doyning bo'lmasa, bug'doy so'zing bo'lsichu degan so'zmi aytilgan. Men TV bozor shirkati ham tug'ilib o'sgan yurtimga vakil bo'lib, ozg'in ko'nglimni egicha haqsiz, kuch mag'durdan qolgan aholilarga yordam qilishdan boshladim. Ham ziyorat qildim. Xayri saxovatning qotisiga elingan oddiygina ko'nglimni chikkilanmay qo'limga oldim. Barliqning yiroqligidan voyisimidim. İnsanparvarlik tuyg'u qalbimizda yilinjab tursila, odamiylik majburiyatimiz oddiygina ko'nglimizni g'ayribona ko'lbida yo'laksiz qolgan qiyri cho'riga yoki musofirga yetkazib berishga oldiraymiz. İnson yuragining nozik hissiyotida ifodalangan hissdoshlik ana shundoq ulug'. U hech qachon inson tabiatini darajaga ayirgan emas. Farqli odamlarga farqli muomala qilishni xohlamaydi. Men bu kunlarimga erishish uchun oz jafo mushaqqat tortmadim. Xizmat jafosi bilan harsammo hech qachon bal qo'yayotganim yo'q. Chunki jafodan keyingi halovatning naqadar shirin bo'lganligini mana men bilaman. Men har kuni uxlashdan ilgari o'zimga savol qo'yaman. Bugun biror natija qo'lga keltirdimmi? Qattiq o'ylanib, butun dashqonlarni o'tkazayotgandan keyin eng haqiqiy, eng qizg'in, eng kuchli ovoz qiladi. Alga, yana alga. Men o'zimning jasoratidan mangu gumonlanmayman. O'zimning irodasini mangu bo'g'mayman. O'zimning aql iqtidorimni mangu ko'nmayman. Sukut unutishni keltirdi. To'xtash chekinishdan derak beradi. Faqat ilgirlashlar seni jasoratga ega qilib, yo'riqlikka ilib boradi. Agar bugun qochoq askar bo'lsam, umrim pushaymon ichida o'tadi. Men to'xtashni rad qilaman. Chunki u oxirlashishning boshlanishi. Mening olg'a ilgirlashimni hech qanday qiyinchilik to'siy olmaydi. Bugun aldangan bo'lsam-mo, men turmushga bemalol yuzilaman. Bugun ziyonkashlikka uchirgan bo'lsam-mo, bilaman. Turmush bir aynak. Diqqat e'tiborimni yig'incha qilsam-la, o'zimning ruhini har vaqt ko'ralayman. Mening muvaffaqiyatim va baxtim ishni o'zimdan boshlashda.
bugundan boshlashda, hozirdan boshlashda, kichik ishlardan boshlashda, yuqorqi so'zlar uzoq tarixdan buyangi rasta madaniyatini, hozirgi davrimizdagi raqamli televiziya rastasi bo'lgan TV bozoriga ulashtirgan har bir rasta yulduzlarining ahdinomisi, qalbida umid yolqinlari yelinjab turgan rasta yulduzlarga g'ayrat, shijoat yer bo'lg'ay. Ömlük, raqobat qaynagan rasta osmonida mangu chaqnag'aymiz.